Hixfield. 5-o'rin rasm va videolarni tahrirlash bo'yicha juda ham ko'p kutubxonaga ega Studio AI. Gemini. 3-o'rin kundalik yangiliklarni bilish, Google mahsulotlarining dokumentatsiyalarini o'qish va kod yozish uchun juda ham zo'r AI. Kling. Kling 6-o'rin hozirda eng trendga tushayotgan video tahrirlash AI ni ishlab chiqarayotgan studio. ChatGPT. 2-o'rin kundalik mayda vazifalar, mayda qanaqadir savollarga javob olish uchun, rasm yaratish va boshqa narsalar uchun universal chatbot. Yaxshi. Nano Banana. 4-o'rin rasmlar bilan ishlash bo'yicha eng yaxshi AI lardan biri. Grok. Grokni men eng oxirgi 7-o'ringa qo'ygan bo'lardim, chunki o'rtada foydalanganimda juda ham kichkina raqamlarda juda ham katta xato qilgan. O'shaning uchun 7-o'rin. Claude. Claude'ni so'zsiz 1-o'ringa qo'yaman. Bu soha mutaxassislari va texnologiya olamidagi insonlar uchun hamma vazifalarini kompleks qoplab bera oladigan AI hisoblanadi. Bundan tashqari unga juda ham ko'plab integratorlar, pluginlar va konnektorlar bor. Ularni ulab, boshqa ishlatadigan platformalaringizni to'g'ridan-to'g'ri Claude'ga ulab olib, Claude orqali boshqarsangiz bo'ladi. Bugungi kunda уже 80% vazifamni Claude'ga topshirib bo'lganman. Hamma narsani Claude'dan so'rayman. Foydalanib ko'ringlar, afsuslar.